Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdıkacı Ruz, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü islağa 2024 yıl 1. ayının 26. günü vatandaş. Haftiga cüme. Şundaki 26 bugün haftiga cüme vatandaşlarım. Vaziyetin eysak bugün 26, bugün de 27 kişi yakı bir gün içinde Amerika Qo'shma Shtatlari Aqsaray Davlat bexatarligi masalasi Jack Sullivan Taylandning Mango shahriga berib, Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishdi. Bu ko'rishda ikki masala hozir matbuotda tilga biri Qizildengiz voqealari, ikkinchi Jungo tarafdan qo'yiladigan masala Tayvan qatorliq masala. Ya'ni Tayvan ding-ding, Xitoycha ding-ding deydi. Ding-ding degani qatorliq masala. O'tirib qo'yildi so'zlashdi vatandosh. Endi shu vaziyat oldida bugun sizlarga aytadigan ikkinchi bir vaziyat nima masalan? Jungo hozir Su Şavxı deganning bir xabarga asoslanganda nima deydi deysiniz? Jungo Markaziy banka pul hisobotni bartaraf qilish huquqini yoki bankini boshqarish huquqini markaziy hukumatga o'tkazibdi deydi. Biz sizlarga Jungoning iqtisodiy ahvolini so'zlayotgan nurg'un leksiyalarga selishtirganda bu ish intayin qo'rqinchli ish deydi Su Şavxı. 1. ayının 26. günü YouTube'da vatandaş. Yana birisi bir xabar deydi, kishini seskandirdi deydi. Partiya yoki Jungo Kompartiyasi qaqsanam bo'lib qaysi darajaga yetdi? Ro'yanning nazari maliya Gumran bo'ldi. 1. ayının 25. günü YouTube. Bu Jungo'ga münasebetlik. Endi hozir dedik, ciddi holda Taylandda Mango'da Aqsaray Davlat ishlakoti. Aqsaray Davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan o'tgan yili 11. ayının 14'den 18. günü San Francisco'da o'tkazilgan suhbatda, masalan Prezident Joe Biden bilan Reis Xi Jinping o'tkazgan suhbatda ikki davlat rahbari o'rtaq tonishga keldi. Tonishga kelgandan keyingi tunji qatim hozir yuqori darajalik amaldorlarning Amerika, Jungo amaldorlarining uchrashganligi bu Mango'dagi uchrashuv tunji qatimliq uchrashuv bo'lib hisoblanadi dedi. Aralıqda Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlakoti Antony Blinken shundoq degan edi, endi bu yildan boshlab Jungo rahbarlik qatlami bilan Amerika rahbarlik qatlamida yuqori darajalik har darajalik amaldorlarning uchrashuv qatim soni ko'paydi degan edi vatandosh. Buning ichida bugungi xabarda ta'kidlagan bir jumla esingizda bo'lsin. Strategik aloqa munosabatlarni saqlab qolish. Buni Tashqi ishlar ministrligi Jungoning Wang Wenbin shundoq tilga oldi. Demak, sizning esingiz keladi. Hargiz esingizni yo'qotmang. Xotiringizni yo'qotmang bu xabarni vatandosh. Nima degan 4. ayning 1. kuni o'tgan yil 2023 yil Amerika Qo'shma Shtatlarining Aqsaray yuqori darajalik bir nafar amaldori, ya'ni Osiyo ishlari bo'yicha moslashtirish amaldori sabiq navbatda hozir Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasida 2. darajalik diplomat, ya'ni davlat ishlar katibi bo'lib tayinlangan Kurt Campbell. Shu vaqt nima degan edi? Esingiz keldi. Bugun ham Taylandda takrorlaydigan so'z shu. Masalan, strategik aloqa munosabatlarini saqlab qolish. Mushu masalani ta'kidlaydi ekan vatandosh. Biz boshlaymiz dedik, bankining huquqini
merkez ötküzüp dediyse bu çakçak emas vatandaş su şavğı hem şundaq depti. Çünkü Kompartiyası qaqsanamga aylandı, maliye tügüdü depti, rung yendige şundaq depti. Muşu vaziyet bilen biz hazır devlet bexatarligi meselesi sıcak sağlığının çünkü onun mal nümenmen Taşqı İşler Ministeri Wang Yi bilen görüşün ibaret. Bu ciddi uçturuşuş değil bu ne? Muşu uçturuşta çünkü onun hazırki iktisadi ahvali, devlet ahvali, taşqı vaziyet ahvali, hakimiyetin kurulması yani çünkü rehberlerinin kurulması, almıştırılışı, qo'lga ilingan nurg'un voqealarning Jungo jamiyati ko'rsatgan ta'siri. Mushunda ahvolda Jungo hukumati qaysi ahvolda? Endi bu yerda gap Amerika Qo'shma Shtatlari bilan mushu to'g'rida aloqa munosabatlarni saqlab turishi mumkin. Saqlab qolishi mumkin. Buni endi yana qayta cho'nqurlab tushunmoqchi bo'lsanglar vatandoshlar, Kurt Campbell yuqori darajalik amaldor navbatdagi davlat mahkamasi Amerika Qo'shma Shtatlarining 2 darajalik amaldori Kurt Campbellning o'tgan yil 4-oyning 1-kuni so'zlagan so'zni davomli esingizda tuting. Men o'zim shunday qarayman, siyosat nuqtai nazarida oshkorlik va konkretlikdan aytgan 2023-yil eng buyuk siyosat Kurt Campbell o'tirib qo'ygan siyosat vatandosh. Yoki Kurt Campbell takrorlagan siyosat. Mana mushu nuqtani ching tuting, esingizda bor. Men takrorlasam bo'lmaydi vatandoshlar. Endi ikkinchi vaziyatimiz bunda vatandosh. Nima deydi o desangiz? İkinci vaziyetimiz Amerika Qo'shma Shtatlar Washingtonda faoliyat qiladigan yoki taratqu bo'lib hisoblanadigan Uyg'ur tilida so'zlaydigan Erkin Osiyo radiosining Uyg'ur til gruppasi yoki Uyg'ur til programmasida tunigan 25-kuni mundaq bir xabar e'lon qilindi vatandosh. Bu bizning vaziyatimiz juma. Ko'rilish qitim soni 7 milliondan oshgan. Qısqa video. Biz Uyg'ur. Albatta. Ko'pchilik. Washingtondan muxbirimiz Nur Iman tayyorladi. Suratli xabar. 3 nafar Uyg'ur qizi. Balalar. Kichik balalar. Daha o'g'izdi labzidan ketmagan balalar. Lekin bulardagi fikr, bulardagi iroda, bulardagi tayyorlik va bulardagi xulosalash, ya'ni Uyg'ur tarixini xulosalash, Uyg'ur realligini xulosalash, Uyg'urning kelgusiga nazar tashlash. Bu iqtidorni aytganda bu 3 nafar qizimizga Allah daima nusrat ato qilg'ay vatandoshim. Ben endi buni qandoq tasvirlashim mumkin? Hozir qarab turing, аңлаңа, xabarni olgan. Yaqinda Instagram, TikTok qatorliq ijtimoiy taratqularda 3 nafar Uyg'ur qizning biz Uyg'ur. Albatta. Ko'pchilik degan temadagi qisqa videosi nihoyatda tez tarqaldi. İctimai taratqu ishiltadigan muhojiratga nurg'unlagan Uyg'urlar bu videoni o'zaro ham bahirlashib, uning Uyg'urlarning navbatdagi real vaziyatini ijtimoiy taratqulardagi iqlimga moslashtirib, nihoyatda unumli holda anglatganligini bildirishdi. Mazkur videoni Germaniyada tug'ilib cho'ng bo'lgan Uyg'ur yoshlardan 20 yoshlik Asma Mamtimin, 21 yoshlik Amina Tursun ve 18 yaşlık Muqaddas Mehmet qatorliq 3 nafar qiz ishlab 20 yanvar ijtimoiy taratqularda tarqatgan. Ularning deyishicha, birinchi kunila videoning ko'rilish qitim soni 3 milliondan oshgan bo'lib, video hozirgacha jamiy 7 milyon 613 ming qitimdan ortiq ko'rilgan. Mazkur videoda 3 nafar qiz yo'lda mang'ach Uyg'urlar haqida tuvandagi qisqa va yig'inchoq bayonlarni deyishidi. Ya'ni so'zlashidi. Amina. Biz Uyg'ur. Albatta biz doim kech kelib qolamiz. Mushu bir cümlenin felsefi ma'nosi intayin chunqur vatandoshim.
Aldığımızda Allah halisa onu sizler bilen biz oturup muhakeme kılımız vatandaş. Esma biz Uygur elbette bizden en adi kişilik hukukumuz mu yok? Demek takdir bergen hukukumuz qani? İctimaiyet bergen hukukumuz qani? İctimaiyet degende tabiat bergen hukukumuz qani? Qani hukukumuz qani? Akalli kişilik hukukumuz mu yok? Mukaddes biz Uygur bizning tamaqimiz lag'man spagati emas. Amina biz Uygur albatta Xitoy bizning ichki organlarimizni sotadi. Asma biz Uygur albatta biz Türkçeni tushunamiz. Vah 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 vah. Asma biz Uygur albatta biz Türkçeni tushunamiz, lekin biz Uygur. Vatandaş, yaş ballacıma. Yani bir okuyma. Esma. Biz Uygur. Elbette biz Türkçeni tushunamiz. Mukaddes. Biz Uygur. Elbette biz vatandagi oila a'zolarimizning hayot yoki hayot emasligini bilmaymiz. Amina. Biz Uygur. Elbette hech kim mening qaysi millat ekanligimni bilmaydi. Biz Uygur. Amina. Elbette hech kim mening qaysi millat ekanligimni bilmaydi. Asma. Biz Uygur. Elbette biz maktabga bormay namoyishga boramiz. Mukaddes biz Uygur. Elbette hamma Uygurni tanıymiz. Ak Uygurni mi bilamiz, qora Uygurni mi bilamiz, saq Uygurni mi bilamiz, jarohatlangan, qalbi jarohatlangan Uygurni mi bilamiz. Yoki bu yerda biz hamma Uygurni bilamiz, tulkilarni mi bilamiz, haromzodalarni mi bilamiz, bozorni qalaymiqon qilayotganlarni mi bilamiz. Uygurni chalg'itayotgan Uygurning iddiyasiga, uning ilg'or iddiyasiga to'pchon qo'ndirayotgan aldamchilarni mi bilamiz. Biz hamma Uygurni bilamiz, tanıymiz. Amina, biz Uygur. Albatta vatandagi Uygur bolalar hukumat tarafidan yataqliq maktabga elib ketilyotadi. Asma, biz Uygur. Albatta biz har bir tamaqimizni tayyorlashga 4 soat vaqt sarf qilamiz. Muqaddas, biz Uygur. Albatta biz 2024-yilidami irqiy qirg'inchilikqa uchrayapmiz. Yuqorqi bayonlarni oddiy, yumoristik va qaratmaligi kuchlik. Söz jumla bilan Uyg'urlarning navbatdagi ochiq realligini yo'ritib bergan. Biz bu 3 Uyg'ur qizning yuqorqi videoni tayyorlab chiqarishdiki, oy xiyallari maqsadi va his tuyg'ulari bilan o'rtoqlashish uchun ular bilan suhbat o'tkazdik. Suhbatimizning tafsilotini yuqorgi ulanishdan anlayishlar. Mana bu shuning o'zi kifoya vatandoshim, men buni tasvirlasam bu jumlalar 12 jumla. 3 nafar qiz 4 jumladan so'zlabdi 12 jumla. Biz kelar qatimliq vaqtimizda Allah yarbas shun demasak bo'lmaydi ekan, chunki odam bundaq yerda to'la yolg'on so'p qoldirishmi, shu takrorlab ketdi. Meni kechiringlar vatandoshlar. Har bir jumla, masalan, har bir masala, ya'ni bular o'ttirib qo'ygan har bir masala to'g'risida ayrim vatandoshlar bilan jumla muhokama qilishimiz mumkin vatandosh. Men buni shunday aytamanki, Uygur agar Uygur tarixi Oğuzxon davrdan boshlandirsa, men tarixni bilmayman. Kechiringlar, biladiganlar tadqiq qilinglar.
miladi 1-2 asırlarda miladdan burunqi Oğuzhan devrinden başlandı desenler. Oğuzhan devrinden başlanğan Uygur Oğuz degen isim Oğuzhan Uygur degen isimni labzı qilib Oğuzhan Uygur degen isimni eğizgi elib Muşa könügüçe menip kelip atkan Uygur'un xilmi-xil tarihi, xilmi-xil devirlerdeki tarihi. Tarihten buran çap kıldırdık Uygur'un ornu ve Uygur'un tarihi. Menip kelip Germaniyada 3 nefer Uygur kızımızın ayağı astıda toxtudu. 2024 yıl 1 ayının 20 günü. Bu tarih ne? Bu 3 nefer kızımız labziga aldı. Bu 3 nefer kızımız zikri kıldı. Ötmüşünü zikri kıldı. Riyallığını zikri kıldı. Kelgüsünü zikri kıldı. Uygur'un roy kıyafetini ve Uygur'un bütkül hayatını ve Uygur'un kelgüsü. Her bir adam köreleydiğin kelgüsünü ve her bir adam körüp ötken ötmüşünü 12 cümlege yığınçaklap sözlep bedi. Xuda sizlarga nusrat ata qilsin Uygur'un kızları. Uygur'un perzentleri. Xuda sizlarni himoyasiga olsin. Uygur'un balları. Rahmet sizlarga. Biz ana shu Uygur. Biz fakat Uygur. Xudo bergan isim Uygur. Hem özümüz koygan isim Uygur. Yaşamak turmuşumuz Uygur. Tilimiz, zikrimiz Uygur. Söhbetimiz Uygur. Menişimiz, turuşumuz Uygur. Ben şunu aytib qo'yay sizga. Her bir milletning vatandosh qiyofatiga qarab baksan her bir milletin qiyofatida yoki uning menish turishlarida onun da vücudunun medeniyet alayidligi, öz yaratgan medeniyetning alayidligi julalanıp durdu vatandaş. Şuna qo'ya. Biz hozir qarindoshlik yoki yana ba'zilarning tilida dindoshlik yoki yana ba'zilarning tilida turkdoshlik merhamet. Senin hissiyatını biz çakılmayız. Herkes çakılmayız. Lakin biz özümüzü, Uygurlukla ta'kidlaymiz. Bunun özü günah emas. Biz Uygur. Biz Uygur vatandaş, tilimiz Uygur, dilimiz Uygur, zikrimiz Uygur, itikadımız Uygur. Uygur biz. Rahmet kızlarımız, müşahit toxtaymiz ki biz bunu her bir cümleni bir-birde elip belki felsefi derecede tetkik qilishimiz mümkün. Birincisi bulup birinci sözü, birinci cümleyi qarang vatandaş. Nima deydi? Amine. Biz deydi. Uygur. Elbette biz daim kechikib qolamiz. Qaltisga bunu felsefi hukm bilan tahlil qilmisiniz. Buni da sizni men razı qildigan ya biz özümüzde razı qildigan gap o'tirib chiqmaydi. Xudo xolisa biz bu cümlelerini felsefe bo'yicha vatandoshlar bilan birlikda muhokama qilamiz.